Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, arzonchi aka kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, xudo xolasa biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi Shohidon chorva bozoriga kelganmiz. Inshaalloh video davomida mana shunaqa boqma qo'chqorlarni, zo'rlar, narx-navolarni bilib berishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, kanalimiz yangi, inshaalloh obuna bo'lib qo'yasizlar. Har kuni mana shunaqa chiroyli qo'chqorlarni, narx-navolarni bozordan bilib berishga harakat qilamiz. Like bosh esingizdan chiqmasin, hurmatli obunachilar. Aka bilan soni nechta qolmang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamasmi? 11 dona. Narxini nech million qo'yamiz bularni? 4,5 dan kami bor. 4,5 milliondan o'tib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, dastlabki qayergacha bo'ladi? Samarqandgacha dastlabki. Samarqandgacha dastlabkilar bor. Ko'p-a? Ikkisida bor ekan, xotirjam ikkisida chiqadi soni deyaptilar, hurmatli obunachilar. Bo'y baslari 75 turadi, xotirjam. Bor endi. O'lchanmagan 70-75. 70-75 oralig'ida, hurmatli obunachilar. Sog'liklari yaxshi, xudo xolasa. Yeb ichishini ko'ring, badani ham. Etlari ham zo'r, mana hurmatli obunachilar. Haqiqiy boqaman degan akalarimiz bo'lsa, tashlab qo'ysalaring bo'laveradigan variantda. Telefon qilsa dangal o'tib beramiz, xudo xolasa. O'tib beriladi, kelishtirib. Dastlabkilar bor. Hamma yoqqa bor, Samarqandgacha bor. Nomer ayting aka. 97lik. 97lik 593 593 83 93. 83 93. Mana mana shu baraka bo'libdi. 24 soat yonib. Xudo xolasa. Bozoringizni bersin aka. Xo'p. Bularni videoga oldik, mana hurmatli obunachilar. Bundan oldingi qismida oldik, videomiz bundan oldingi qismida. Keyingi xo'ralarga o'tamiz, xudo xolasa. Aka bularni nech million narx aytyapsizlar? 36 dan deyapsiz. 3 million 600 ming optimiga, mana hurmatli obunachilar, bo'y baslarini ko'rib turishlarni. Mayda-chuyda narsalar emas. Kelishtirib beramiz, telefon qilasiz aka. Dastlabkilar qayergacha bo'ladi? O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilari bor, mana hurmatli obunachilar. Yosh oyliklar necha oylik deymiz bularni? 6 oydan o'tgan. 6 oydan o'tgan variantdaylari mana akalar. Adashmasam bunisi baraka bo'libdi shekilli. Nomer ayting aka. 88lik 253 94 95. Aloqaga chiqarasizlar akalar. Xudo xolasa. Xo'p, mana bu qo'rada haqiqiy go'zallardan bor ekan, mana hurmatli obunachilar. Endi video qanaqa olib beryapti bilmayman, lekin rang ro'ylari toza. Asa boqadigan variantda. Hozir ular savdosi pishib shekilli. Hisob kitob qolishgan ekan, hozir narx-navolarni so'raymiz akalar. Mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Shunaqa videolardan chiqarib turamiz, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa, sizlar so'ragan videolarni chiqarib berishga harakat qilamiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Mana dumbalarni ko'rib turibsizlar. Go'zal. Doston aka, narxi nech million bilan aka? 4 dan kam bor. 4 milliondan kam bor deyapti mana akalar. Assalomu alaykum. Aka, solingiz yaxshi, charchamasmisiz? Yosh oylarni necha oylikka beramiz aka? 6 oylik atrofida. 6 oylik atrofida, lekin yirik ekan-a? Ha, yirik. Yirik narsalar. Bo'ylari 75 uradimi? 75 uradi. 75 uradi, mana hurmatli obunachilar, dumbalari ham mana kelishgan. Dastlabkilarimizda muammo yo'q aka, xudo xolasa qilib beraveramiz. Nomer ayting. 95lik. 95lik 030 030 1020. Aka, telefon qilsa o'tib berasizmi? Sotildi bular. Nech million ketdi bular? 3 million 600. 3 million 600 ming so'mdan uchtasi. Ammo bitta kichkina sarbi 3 million 400 mingga sotildi. 3 million 400 sotildi. O'tib berasiz, telefon qilsa aka? Optim 3,5 da to'g'ri. Optim 3,5. Hammasi qo'chqor. Killaga ham tortib beraman 70 ming. Mashina ham? Gap yo'q. Killaga ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Xo'p, nomerda aytdik, xudo xolasa dastlabkilar qilib berishadi, aloqaga chiqaverasizlar. Qilishaveradi, bemalol. Bo'ldi, bozoringiz bersin aka. Killaga ham bor deyapti akalar, gap yo'q. Qaranglar, mana shu qo'ylarni killaga tortib berilyapti. Xo'p, bu qo'ramizdagilar mayda qo'zilar ekan. Bo'riboyevcha nech million bular? Assalomu alaykum. Sog'lik yaxshimi? Nech million bu Bekzod? 2 milliondan tushib beriladi. Shogird nima gap? Optim olganing 19 dan. Mana akalar, optim olinglar 19 dan beriladi. Arzonidan so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana sizlar uchun qulay variantdagilari. Nomer aytamizmi Bekzodboy? 94lik 269 21 raqam. 21. Dastlabkilar bor-a?
Samarqandgacha aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringizni bersin uka. Xo'p, bular necha puldan ekan? Mana boqim variantlar. Necha pul aytyapsizlar aka? 3 million 800 ming so'm mana hurmatli obunachilar. Bu necha oylik ekan aka bular? 6 oy, 7 oy deyishyapti, lekin yirik bir mana shu ushlab ko'rsatingchi, bir obunachilarimizni ko'rsataylik. Mana akalar. Bo'yvasidan ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa hozir nomerlarni olamiz. Nomer ayting. 88 lik 252 0190 akalar aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa mana savdolar avjida. Ertalabdan savdolar avjida. Assalomu alaykum. Xo'p, bu qoradanglar kimdan ekan? Aka sizlardanmi? Nech puldan bularning narxi? 4 million so'mdan kam bor mana, hurmatli obunachilar. Qo'ylarni mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, bugun hafta kuniga seshanba, Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Shahidon chorva bozoridamiz. O'zi 4,5 kam. Buni o'zi 4,5 kam bor ekan. Optimiga nech pul qilib beramiz? Kelishtirib ayting. Yopishtirib aytavering. Yopishtirib. Ha. 36dan. 36 dan. Telefoningiz xayri bormi yo bo'lishimi? Taqalganimi? Xayri bor. Xayri bor. Dastlabki qaygacha bo'ladi aka? Vodiy bo'ylab bo'ladi. Nomer ayting. 95 lik 95 lik 086 086 26 26 akalar. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Xayrni qilib berishadi. Bozoringizni bersin aka. Mana. Bana savdolar jimjit. Xudo xolasa ichkariga kiramiz. Aka bularni nech puldan qilib beramiz? Qatorasiga. Qatorasiga beraveramiz. Nech pul qilib beramiz aka? 5 milliondan deyapmiz. Xo'p, o'tib beramiz. Dastlabki qayergacha bo'ladi? Ha? Dastlabkasi. Yo'q, dastlabki emas, bozorda bo'lsa, Ha, bozorda sotamiz, ha? bozorda sotamiz. Bozor sotiladigan. Hurmatli obunachilar, bozoringizni bersin aka. Xo'p, 5 milliondan kam bor narx aytilyapti. Xudo xolasa bozorda sotishar ekan. Narigi tarafga o'taylik, narigi tarafda ham chiroyli qo'chqorlar bor ekan, hurmatli obunachilar. Bu Solo bozor. Solo bozoriga alohida kiramiz. Mana chiroyli narsalar ekan. Aka qo'chqorlar nech puldan ekan bular? Bor mana shu ichida. Aka buni optimiga nech pul aytamiz bularni narxini? Nech pul aytamiz narxini deyman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz? Bu 4,5 milliondan deyapti. 4,5 milliondan o'tib beramiz. Ha, Dastlabki qayergacha bo'ladi aka? dastlabki bo'laveradi. Assalomu alaykum. Vodiy bo'ylab bo'ladi. Vodiy bo'ylab, ha? Nomer ayting aka, aloqaga chiqishadi. 93lik, 93lik 191, 191 90 90 akalar aloqaga chiqasizlar. Xohlasa kelishtirib jo'natib berishadi mana. Vodiy bo'ylab dastlabkilari bor ekan. Xo'p. Chekkada yirik qo'chqorlar bor ekan. Shularni ham ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz mana akalar. Kimdan ekan o yiriklari sizlardanmi? Ha, bizda. Nech puldan deyapsizlar? Ular 5 dan ham bor deyapti. 5 milliondan kam bor. Bo'ylar 80 xotirjam bor, ha? Ha, xudo hozir chiqadi. 80 chiqadi mana, hurmatli onalar. Nech pul qo'yadi? Nechtasi hozir sizga keladi? 3tasi. Uchalasiga optimiga 5 dan. Tanlab olishgachi uni ikkita kattasini. Ularga 5 dan, bunisiga 4,5. Ha, bunisiga 4,5 dan, hurmatli onalar. Xo'p, odam ko'p hozir sal uzoqroqdan olib ko'rsatamiz, hurmatli onalar. Dastlabkilari bor, ha? Dastlabkilari bor. Qayergacha uchtirib beramiz? Toshkentgacha, Toshkentdagini kelishtiramiz. Toshkentgacha mana akalar. Uzun. Bo'ylari xotirjam 80 ham chiqadi. Nomer ayting. 93lik, 93lik 173, 173 73, 71. 73 71. Qo'zimi bu yotish buzganmi? Qo'zi, hali. Qo'zi ekan mana akalar, yuzi. Yuzdan ham bilib olsang bo'ladi. Yosh oyliklarini. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringizni bersin. Shunaqa gaplar mana, hurmatli obunachilar. Bozorda narx-navolari
o'ynab turibdi. Menimcha ozgina qimmatroq ham. Inshaalloh endi uni savdogar akalarimiz telefon qilaylik, o'tib berishadi inshaalloh. Sababi bozordagi narx, bozorda bari hamma so'raydi. Telefon qilsanglar, xudo xolasa dangal o'tib beriladi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xo'p, endi videoni mana shu yerda yakunlaymiz, hurmatli obunachilar. Videoni oxirigacha ko'rganlarga rahmat aytamiz. Inshaalloh yaxshi kunlarda, yaxshi videolarda ko'rishish nasib qilsin.